Көрваттınız Qarqash Cho'ng bozor tajidorligidagi O'mlik sadosi programmasi. Programmamizni Şinjan O'mlik Nimkesh avtomobil savdo bozori chaklik shirkati alohida qo'lladi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, shu topda ko'rayotganinglar Beijing Ipak yo'li O'mlik madaniyat taraqqish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Qarqash Cho'ng bozori tajdorligidagi O'mlik Nimkesh mashina savdo bozori shundaqla Sarkar uy joylar chekish shirkati alohida qo'llagan Xili Jishing, ya'ni O'mlik sadosi programmasi. Men riyosatchi Mahin Ro'zi. Men bilan birlikda riyosatchilik sahnasida yanada dangliq aktyor suyumlik ustozim Guljamal Makniyaz qarshi olamizda. Rahmat. Ekran oldidagi suyumlik tomoshabinlar, O'mlik sadosi programmasi orqali yana sizlardan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Programmamizni yana davomli ko'rishinglarni umid qilamiz. Biz intayin xush bo'ldik Guljamalada. Undan boshqa bugungi O'mlik sadosi programmamizga alohida mehmonimizdan biraylan qatnashdi. U bo'lsa-mu intayin qaysar, iqtidorliq, tirishchan, o'z iqtidorligi bilan, shundaqla tirishchanligi bilan bizni hayron qoldirib kelayotgan naqshchi Nurgul Mehmet Hanım. Qarshi olamiz Nurgulada. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz Nurgul. Men shu O'mlik sadosi programmasi orqali televizor oldidagi do'stlarla yana bir qatim yuz ko'rishganligimni mayda baxtli ham xushal his qilmoqdaman. Rahmat. Biz shunday xushal his qilyapmiz. Nurguladamni ko'rib shunchalik xush bo'ldim. Shundoq. Uzun bo'ldi Nurguladamning naqshlarini anglab kelyapmiz. Esimda qilishcha Nurgulada shu 2000-yillarga deyman ha. Sizning shu illiq dunyo san'at o'mikida naqshlarni aytib Nurguldan iborat shundaq bir iqtidorli qaysar bir naqshchining borligini namoyon qilgandingiz. Shundoq. Bizningki bu illiq dunyo meyiblar san'at o'migi 97-yil qurilgan. Men kichigimdan shu san'atga bo'lgan ishtiyoqim zo'r bo'lg'achqa, o'zim garchi shu ulashni kasb qilgan bo'lsam-mu, ammo maktabga kirib o'qigandan keyin biz kishilarga shu san'at jihatdan taraqqiyot qilishi, o'rganish nayda qulaysiz bo'lg'achqa, ammo biz yashash uchun cho'qim bir texnika egallash kerak ekan emasmi? Shunda bo'lg'achqa, men shu kasbda o'qigan ulash kasbim, garchi ulab davolash bo'lsa-mu, mening kasbim, ammo kichigimdan shu san'atga bo'lgan ishtiyoqim zo'r bo'lg'achqa, shu tasodifiy bir radio anglash orqali illiq dunyo meyiblar san'at o'miga bor ekanligini bilgandan keyin men zo'r umidlar bilan shu o'makka kirdim. O'mak kirgandan keyin shu 98-yil kirdimda, 98-yil kirib 2008-yilgacha nayta izchil holatda ishladim. Ham o'zim pek xush bo'ldim. Har bir qatim shu sahnaga chiqib naqsh aytib, andan keyin tomoshabinlarniki biz to'liq shu yez qishloqlarga tushmizchu. To'g'ri. Yez qishloqlardagi kishilarni men bak suyman. Rasla ular shundoq sodda bek oq ko'ngil keldi ekanchu, shu kishilar hatto shu sahnalarga o'z qo'li bilan pishirgan meva chiblarini, hatto uylarda yoqqan nonlardan tatib achqatdigan. Shundoq vaqtlarda men shundoq hayajonlandim. Garchi o'zim shu yez qishloqlarda o'yin qo'ygan bo'lsam-mu, o'zimni bir dangdor artistlarda his qilardim. Shunga shu san'atga bo'lgan ishtiyoqim bilan yana shu sahnada o'tiribdiman. Ben xush bo'ldim bugun bu programmaga kelganim uchun. Bizmi xush bo'ldik. Shu sahnalardagi rasmiysan Nurguladan degandagim ko'z oldimga kelib ketdi. Dehqon chorvachilarimizning, ana shu oqko'ngil kishilarimizning uyda pishirgan tamoqlarini, tuxumlarini, meva-chevalarni, nonlarni sahnaga ko'tarib chiqqan musholatlarcha ko'z oldimga kelib ketdi. Guljamanada sizningmi shunday ishlar chiqib bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta, bizning san'at hayotimizda bunday ta'sirli kishilar bakchiq. Chunki bizning dehqon chorvachi mushu suyumlik, mushu kishilarimiz bakli suyumlik. San'atga bo'lgan bir xil ishtiyoqi, bizga bo'lgan bir xil hurmatini shu o'ziningki oilasida bo'lgan mevalardan shu non to'qashlarini berish orqali mehr muhabbatni ifodalaydi-da. Biz haqiqatan bak ta'sirlimiz. Nurguldagi shu hissiyat men hozir anglab, men shu vaqtlarda shunday bir hayajonimni eslab oldim. Illiq dunyo san'at o'miki bilan necha qatim biz bir noida yoki bir mundaq bir kentlarda uchirish qilatdik-da. Biz u yoqqa qo'yib olsak, bularningmi? Ashtaq bir bizda mushtaq uchrashatdik. Mushlar shu eng
shu nima masalan kichik yezlar bo'lsin, eng chetki yerlar bo'lsin, aşağılargacha berib, ashta o'yin qo'yadi. Bularning ro'yiga bizmi shunda bir nima qildik, aprim o'qib ketdik. Bular bir jafoga, shunchalik jafoga chidash ro'yi bizga bek ta'sir qilgan. Endi bizmi hamma yez qishloqlarga berib o'yin qo'ydik, lekin bularning bo'lgan yerlari eng jafoliq, eng jiroq, eng ashundoq yerlarga berib o'yin qo'ydi. Shunaqmi Nurgula? Biz hatta maktablargacha o'yin qo'yardik, chunki bizniki qo'ygan o'yinlarimiz asosan tarbiya ahamiyati va mazmunliq bo'lgandan keyin shu maktablargacha o'yin qo'yilib borardik. Hatta bir kunlarda shu 5 maydon o'yin qo'ygan vaqtlarimiz bor-ku. Ammo u chaqlarda shu hatta shu bir naqshni etib yana tushib bir ishlamdan yeb degandek shunday jafoliq bo'ladi, lekin u chaqlarda qattiq jafoliq his qilmaydi. Chavak ovozni anglagandan keyin araqlar chiqadi deydi-a. Endi shu jarayonda Guljamallardan dedim shu mashinalarda u yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz, odamning tan salomatligi ba'zi chaqda yor berdi, yor bermaydi. Shundoq bir tan salomatlik yaxshi bo'lmagan vaqtlardami, shu sahnaga chiqib naqshini boshlab oldik, hammani unutib ketdimiz. Hammani unutib ketdimiz. Shuningga shu dedim, shu yezlardagi tuvandagi xalqlarni pek suymayman. Mushu fursatda devirish to'g'ri keldi deb o'ylayman. Ehra oldidagi san'atning qimmatini, hurmatini qilayotgan oq ko'ngil yurt-yurtlardagi dehqon chorvachi do'stlarimizga chin ko'nglimizni minnatdorligimizni bildiramiz. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Bugun liqqida muhabbatga, minnatdorlik hissiyotiga cho'kadigan o'xshaymiz Guljamalada. Undan boshqa dangliq naqshchilarimiz, san'atkorlarimiz mushu o'yin qo'ygan vaqtda, sahnaga chiqqan vaqtda tomoshabinlar huzurlanish kayfiyatida bo'lamiz. Ajab yaxshi etdi deb. Endi Nurguladamga o'xshash qaysar o'zniki mushu irodasi bilan sahnaga chiqa oladigan mushundoq kishilarimiz sahnaga chiqqan vaqtda bizga bir ilhom bo'ldi ekan-ku. Ay to'xta, qilsak qila oladi ekanmiz-ku deydigan bir ideya kelar edi ekanmiz. Masalan Nurgulaga o'xshash o'zi shunchalik normal kishilardek ko'rib yoki anglab yoki nayt ishlarga qolaysiz bo'lsa-mu, yana shu normal kishilardami bekroq tirishchan, bekroq kasbga bo'lgan ash qizg'inligi, tirishchanligi odamga haqiqatan bir aktiv energiya berdi. Har qatim Nurgulni ko'rsam o'zim bir xilcha bu qizniki royalti, bu qizniki hiliqi davomli bir xillik mijoz xulqining yaxshiligi, muloyimligi, odamlarga bo'lgan hiliqi bir xil hurmatchi haqiqatan odamni ta'sirlantirdi. Men shu Nurgulniki o'g'lash, mush o'g'lab davolash do'konig'imi necha qatim borgan. Bizning markazniki sharoitli toz deganda yaxshi emas. Ammo lekin meningki shu markazimda ishlayotgan bolalarimiz menga o'xshash mushlar jismoniy jihatdan yo'riq dunyoni ko'rishdan mahrum qolgan bolalarchi. Shu bolalarni yig'ib, endi men shu maktabni bitirib chiqqan vaqtida, yangi chiqqan vaqtda bak qiylanganchi. Shuningga shu ama bolalarni bakil muhim o'ringa qo'yman. Men chuqum shularga bir ish qilib berishim kerak debla bir g'ayrat kelib 2008-yili shu olimpikning mashini yetkazib bo'lgandan keyin bir fursat kelibdi deb bilib shunda markaz ichib olgan. Shuningga demoqchi o'g'lim endi bizning markazning sharoiti nurg'unlagan kamchiliklardan xoli bo'g'ili bo'lmaydi, chunki biz jismoniy jihatdan ojiz bo'lg'achqa tozalik har jihatdan to'liq qilib bo'lmasligimiz mumkin. Guljamalada lekin abayqadak ashunda degandek bizga bo'lgan hurmatli bo'lg'achqa bizni har bir qatim ko'rgan vaqtida qaytadan bir tuyg'ularda bo'lg'achqa bizning ash markazlarga sharoitni nacharkan demasdan necha qatim yo'qlab borgan. Shu biz bilamiz shu dangdar artistimiz Izzat Ilyoslardan tartib borganchi men bak xush bo'lgan shu chaqlarda. Voyada deb bilqi demakchi o'g'lim bilqi bizning qishimiz berib ulatqini emas. Ashunchalik bizga bo'lgan bir hurmatlar shunda bir minnatdorligimni bildirganimcha shu chaqda. Rahmat Guljamalada. Arzimaydi. Sizlarning sharoitinglarmi shunda yaxshi-ku? Nurgul shuna kantarlik qiladi. Suyimli kishilar. O'zaro qamlash degan shu, mehr muhabbat degan shu. Boya Nurguladamning og'zidan ojiz bo'lsaqmi degan ojiz degan bir so'z chiqib qoldi. Ammo bu ojiz degan bu so'z Nurguladamga tushmaydi ekan. Sizga faqat tushmadi ya-da. Bu gap Sizda ortiqchilik intayin ko'pgan. Nurgulada bizning Umnik sadosi programmamizda bayqiga o'xshash güzel hikoyalarni anglaydi ekanmiz, minnatdorlik his tuyg'usiga cho'mildi ekanmiz. Ham shundaqla sizning güzel naqshlaringizni huzurlanamiz. Nahmaydan o'rinlab bersangiz bir tinchlaylikmi ada? Bo'ldi. Rahmat. Kelamsiz, marhamat ada. Rahmat. Qarqash cho'ng bozori partiya hukumatining afzal siyosatining turtkichida Qarqash Naylik Partikom va xalq hukumatining kuchli qo'llashi bilan qurilgan universal savdo bozori bo'lib, kunini 330 moddan oshadigan bu bozor kun sari jonlanayotgan yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy qushlari, sayyohlar, quruq yalimiz, an'anaviy qo'l hunarvanchilik buyumlari, dehqonchilik mahsulotlari, qurilish materiallari, oila uskunalari qatorliq ko'plagan savdo turlari orqali keng xalq ommasining har qaysi jihatiga ehtiyojini qondirib kelyapti. Qarqash cho'ng bozori
bazarı sizni qarshi oladi. Qarqash cho'ng bazarı. Programmamizni Şinjan Ömlük Nimkeş Avtomobil Savdo Bazarı çekiliş şirketi alohida qo'lladi. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Haqiqatan yurakka boradigan naqsha deb qo'yamdiq. Haqiqatan chiroyli naqsh ekan. chiroyli naqsh ekan. Nurgulning ovozini bir xoslik bor ekan jimlik. Haqiqatan tunji qatim Nurgulning naqshini ashyoqi illiq dunyo san'at kechiligida bir kechilik bo'lgan. Shu vaqtida bu qiz o'zimi nayt kichik vaqt ekan qo'p. Shunchalik chiroyli ovozini anglab biz hayron qolgandik haqiqatan. Yana ovozingiz o'zgarmabdi, shunchalik chiroyli turibdi, ha? 94-yili bak kichik vaqtlarimiz 11 yosh 12 yoshlar kirgan vaqtlarim men. Mushu Abdullah Turdi, yana mushu Yasin Moqbol degandek peshqadamlar hamda muallimlarimiz peshqadamlar. Ashunda bir kechilik qilaylik deb bizga alayda hammamizga birdan mushu ovozimizga qarta o'zimizningki ovoz sharati yana mijoz xarakterimiz qarta birdan naqsh ezbergan. Men shu vaqtning o'zida mushu Yasin Moqbolningki xayr xo'sh ana quyosh degan naqshni aytgan. Shu naqsh chiroyli naqsh. Bek chiroyli hamda mushu tekstlari chin yuragimdagi gaplardaklar shundoq bir chin yuragimdagi gaplar og'zimda to'kilib chiqayotgandek aytilganchu shu chog'larda hamda garchi men bir xil balaliq tuyg'ularda sabiy vaqtlarda bo'lsammi yanala baribir shu qorong'u dunyo ichida yashayotgan bo'lgandan keyin bizning psixikamiz shu
odatdagi sabiy bolalar qaraganda bizga bir o'xshashmaslik bo'ldi ekan hamda. Shuningga ashundaq bir hissiyotlarda chin yuragimga so'zlarni davomida his qilganman shu chog'da. Bak güzel bir qalbning egisiga Nurgul odam. Bak suyundim sizdan. Ada lekin sizning asli o'qigan kasbingiz o'ylab davolash, ha? Ha, o'ylab davolash. Endi bu naqshininki bir ansam güzel ovoz tipdiki bir xarakterim bor ekan sizning ovozingizda. Kasbiy dars oldingizmi, olmadingizmi? Kasbiy dars olgan biz shu 2008-yili bu olimpik qatnashgan vaqtimizda olimpikniki echilish murosimi bo'lishini oldida bir etildigan naqshlar bormiz. Shu vaqtda 4 qiz bir guruh bo'lib, Anargul guruhi debchi bir shu yerga borgan. Shu chog'da biz bir yil tarbiyalangan. Tarbiyalangan chiqib turdi hozir. Adammış bir narsa arzu armon qilib yashasa-chu, shu qilgan arzulari hamon bir kuni shu arzuga yetadi-chu, bir nishon bo'lgandan keyin shu nishonga intildik ekanmiz. Uning o'zimiz tirishsak, mana Nurguldek mana arzusiga yetadigan gapkan. Adam arzusimi bo'lmasa, bir umr yashaganimi hech bir ahamiyat yo'q. To'g'ri, bak suyundim. Endi yana bir ish. Bizningki O'mlik sadosi programmamizningki bosh rejissyori, dangliq rejissyor ustozimiz Nijat Niyoz apandi. Tunaysiz Guljamal aka. Nijat Niyoz esmaga turisha. Guljamal odamningki umrlik yo'ldoshi, bizning ustozimiz Nijat kam oldingi qatim shu programmaningki tayyorligini qilayotgan chog'da, bizningki yig'inda o'tirib telefon qildi Nurgul odamga. Telefon qilganda shuncha telefonlarni erishlari, gap qilishlari, Nijatkamga bo'lgan hurmati, bak suyundiqchu. Telefonni qo'yib Nijatkom nima dedi desangiz, shunchalik sapoli qiz bolachimi bu? Deb yiliqi bir qatim shu yerda bir muayyanlashtiribdi. Odamga bo'lgan hurmati boshqacha deb. Demak, Nijatkamlarning, Guljamal odamning sizga bo'lgan hurmati yana boshqacha. Sizning og'zingizdan anglab boqqan bor. Shu vaqtning o'zida Nijatkamlarmi xeli ko'p kechilikdaymiz ishlarda, sizlarni xeli ko'p yetaklabdi shundami? Shundaqmi shu 2009-yili Qurbayat kechiliga Nijatkam meni taklif qilgan. Asli u ko'rinishda men bo'lsammi bo'ladi, bo'lmasam bo'ladi. Lekin men ishqa pek qo'l qo'ymamiş Nijatkamga. Har bir shu film ishlagan vaqtida bizdek odamlarni mushta qo'shib qo'ydi. Nima uchun degan vaqtda Nijatkamning bir ko'z qarashi bor ekan-chu. Har vaqt odam shu baxtlik turmush kechirgan vaqtida atrofida mushta qaysar odamlarning bu ishgalligini unutib qolmaslik kerak deydigan. Yozolmay ma gapni. Yaxshi bir gapkan-chu bu. To'g'ri. Shuningga mush Nijatgam doim menga telefon ursa, "Baxo'sh ketma, cho'qim bir qo'sh qilib bersan." Shuningga shu kuni shuna bir telefonni oldim, boshda asli ovozim tunlaganman. Tunib hamdi shumidi bu to'yg'amga ishongim kelmaydi-chu. Shunda jim tursam o'zi dedi-da, "Men Nijatgam degan shuni qo'shib ketdim." Shuningga mush Nijatgam bilan Guljamaldan men chiqdim shu markazdan ochgandan keyin faoliyatlarni qildim-chu o'zim. Energiya yetkazish, chimning yordamida energiya yetkazish shunday faoliyatlarni qildim. Hamda shu yaxshi kishilar, aqlli kishilar, mehribon onalar, mehribon dadalarni chaqirib shunday bir faoliyatlarni qildim. Guljamal odamlar, Nijatkamlar shundoq aldirash hammamiz bilamiz. Ham oilaga yetishimiz bo'lmaydi, xizmatga yetishimiz bo'lmaydi. Hamma yetishidi bu ishga. Shundoq aldirash vaqtidami mening faoliyatimga borgan bu ishchi baxo'sh bo'lgan. Hatto bir qatim shunda qor yig'ib ketdi 3-oyninki 18 mi, 28 mi bir faoliyat qilgan vaqtida shu Nijatkam yangidan Qashqardan bir yerdan oyib bilan o'tirib ishqib uzun safardan kelgan bir kun ekan-chu. Aydirumdan keldim shu mening faoliyatimga borgan. Men baxo'sh bo'lgan shu chog'da shunday bak qor yig'ib ketgan Nijatkam shunday deganda, "Mana aq ko'ngil kishilar qilgan faoliyatni oppoq qorlar yog'di" shunday degan. Esimda bor. Shuningga shu Nijatkam bilan Guljamal odamga bir kishilik ko'rinidim bor. Voy, rahmat. Hurmat sizlarga. Rahmat. Endi ikkinchi naqshingizni anglaydigan yerga keldik. Qaniyada, marhamat. Yaxshi, siz qanday yordam kerak? Sizlarda bu sultonimiz bormi? Yo'q. Sizlar televizorchi? Yo'q. Sizlar to'laqti bormi? Yo'q. Vatandaşçı. Buni yo'q. Do'koningizda mollaringizning to'liq bo'lishini umid qilamsiz. Molni ko'paytay desangiz, mablag'ingiz yetishmayotgandi. Sarkar shirkatiga vakolatchi bo'lsangiz, 80 dan ortiq donliq markadagi 5000 xildan ortiq mahsulot siz uchun hozir bo'ladi. Siz sklad tayyorlamasangizmi, oldin mol kirgizmasangizmi bo'laverdi. Biz eng yaxshi mahsulot, a'lo mulozimat va yangicha andizimiz bilan sizni to'liq rozi qilamiz. O'z do'konimda nim bo'lsa, shuni sotalaydim. Hozir nima olmasangiz shu bor.
Ürümçi Sarkar elektr uskunalari cheklash şirketi. Sarkar. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Rahmat. Degan güzel ovoz bu. Liqqida muhabbatga cho'mdiq bugun. Liqqida minnatdorlik his-tuyg'usiga cho'mdiq, ham hayajonga cho'mdiq. Mushu hayajonni davomga qoldi. Boyi bir g'ilpil tilg'ab o'tib ketib qoldik 2008 yildagi Olimpik tanarkat yig'ini ustida.
Nurgul adam shu vaqtda sharaf bilan mash'alni ko'tarib hammamizga faxrlanish tuyg'usini akaganti. Mana bu yilmi shu qishliq olimpik harakat yig'inidan keyin tantanasiga jo'r bo'lib turibdimiz. Ada shu vaqtlardagi hayajonli his tuyg'ular balkim ko'z oldingizga kelayotgan bo'lishi mumkin hozir. Shundoq. Men mushunchalik bir meyib kishilarning ichida, ajiz kishilarning ichida bir tanlandim-da shu vaqtda. Tanlanib yaxshi fursat fursat kelgan-ku. Men bilmadim shu 2008 manga bir omad deb kelgan bir yilmi endi. Hammamiz uchun bu unutulmas bir yil, omad deb kelgan bir yil. Men uchun bekrak shunday bo'ldimki deb o'ylayman-ku. Shu vaqtlarni hozir azilsammi, rostla bek hayajonlanmayman. Gerçi shu olimpik mashili uningki ig'irligi 1 kilogram kasimi, ammo lekin men shu vaqtda ko'tarib yurgan vaqtimda, o'tni yiqib yurgan vaqtimda shundoq yurgimda bir parcha shu mashalga o'xshashli bir parcha o't lavildida men shu joyda his qildimda, agar mushuningki ig'irligi garchi 1 kilogram bo'lsa-mu, ammo lekin shundoq ig'ir his qildim. Nima uchun deganda, shu xalqimiz meni to'g'ri ko'rib, meni bir faxrlik deb hisoblab, shu sharafni menga berdi. Men cho'qim shu xalqimizningki, davlatimizning umidini yerda qo'ysam cho'qim bo'lmaydi, shundami? Shuna bo'lgan ekan, shu 2008-yil Beijing berib olimpik ichilish murosimiga qatnashib kelgandan keyin men o'yladim-da, meningki bu turmushimda bir o'zgarish bo'lish kerak. Yana bir qilayotgan ishlarimga bir natija yakilishim kerak. Bir natija bo'lish kerak deb o'yladim-da. Shuning uchun men shu atrofimdagi kishilarga, aqko'ngil kishilarga, yana davlatimiz menga bergan shunday bir fursatlarga, xalqimiz bergan fursatlarga bir javob qaytarish uchun yana shu atrofimizga do'stlarimizni ishga o'rlashtirish uchun bir markaz ochdim-da. Ulab davolash markazi. Abay Guljamal adam degandek, ulab davolash markazi ochdim. Vay. Rahmat dada, nima degan go'zal orzu bu. Arzuli bo'ladi ekan, tirishchanlik ko'rsatsak-la, qig'il bo'ladi ekan degan shu yakunga keldik hozir. Nurgul ada, O'nlik sadosi programmamizga qatnashib haqiqatan go'zal bir ideya, go'zal temalarni o'tirg'i chiqardingiz, bak suyundik. Ishlaringiz texmi utuqliq bo'lishini chin ko'nglimizni umid qilamiz ada. Rahmat. Sizlarning bu programmaning bundan keyin texmi ro'naq tepishini, texmi sonlarni jiqaytib, bizga texmi ro'y uzuq ado qilishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Bak suyundik. Program gruppamizning sizga oddiygina sovg'atga tayyorladik, ya'ni Shimbo markazidagi badan asrash choylari. Rahmat. Qabul qiling ada. Rahmat. Qo'lingizni qilib beraychi. Rahmat. Çayını içip texmi sağlam bo'lib ketay, ya. Texmi sağlam, texmi go'zal, ovozingiz texmi yaqinlik bo'lib ketsin ada. Rahmat. Mana bugungi O'nlik sadosi programmasi orqali liqqidan muhabbatga, minnatdorlik his tuyg'usiga cho'mgandan boshqa yana tirishsaqla qila oladi ekanmiz degandan iborat ulug'vor bir yakunga keldik. Albatta, ekrandagi barcha ko'ruvchilarimizning bugungi programmamizdan ilhom olishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qadrli do'stlar, Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat tarqatish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Qarqash cho'ng bozori tajdorligidagi o'mlik nimkash mashina savdo bozori shundaqla Xinjiang Sarkar uy jozir shirkati alohida qo'llagan Xili Jishing programmamiz mana bu yerda oxirlashdi. Ekran oldidagi barcha bizni qo'llagan ham shundaqla programmamizni yoqtirib ko'rayotgan ko'ruvchilarimizga chin ko'nglimizni minnatdorligimizni bildiramiz. Keyingi san programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishkichi salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajdorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Programmamizni Xinjiang o'mlik nimkash avtomobil savdo bozori cheklik shirkati alohida qo'lladi.